fokusi jinnisi akalar peni blok ishlab chiqarish bo'yicha ustakilarimizga Uchqo'rg'onda teng keladigani yo'q. Bu do'stlar layfhaklarni qaytarib o'tirishingda umuman shart emas. Odamlar ham ko'ryapsizlar mana aka, hech narsa emas. Chestni, gap yo'q. Abbos aka, peni blok apparatlarimizni nech puldan qilib beramiz? Aka, penoblok, gazoblok apparatlarimiz bor, mana tayyor. Yonyapti. Qoch. Xo'p, bo'ldi. Akalar ko'ryapsizlar, olovda ham yonmaydi, suvda ham cho'kmaydi, garantiyalarni berishadi. Aka, bularni O'zbekiston bo'yicha nech puldan qilib beramiz? Aka, mana shu gazoblok apparatimiz mana bir komplektda $1600. $1600 mana ikkita qolipimiz, shablonimiz, arramiz, mana bu suv bachok, tagida 1 tonnali tepada 100 litrning nasos, pasos hamma yoq montaj qilingan. Mana bu 12 talik mishalkalarimiz bilan aka mana. Shu komplektimiz $1600. Vodiyga dastavkani besplatni qilib beramiz. Akalar, uyda o'tirib ham soqqa qilsangiz bo'ladi. Bemalol kuniga do'stlar $100, $200 bemalol foydani bitta o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Agar freelance ishlaydigan bo'lsangiz do'stlar $400 gacha bemalol daromad tushirsangiz bo'ladi. Uchqo'rg'onda bilasizlar do'stlar, peni blok apparatlarini ustakalarimiz o'zlari yasab O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni yetkazib berishyapti. Aka, narx-navolarni arzonlatamizmi yoki bo'ladigan narximi? Narx-navolarni sizga analizdan chiqsa $50 o'tib beramiz. $50 skidkasi bor. Skidka qilib beramiz. 1500 gazoblok apparatiga faqat $1550 qilib beramiz. Sizga analizdan chiqdim desa, mana shu bir komplektini agar avtomat reska, relsda yuradigan qilaman desa, ularni ham kelishtirgan holda qilib beramiz aka. Peni blok apparatini $1000 dedingizmi? Qancha dedingiz? Peni blok apparatimiz $900. $900. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz besplatniy mana. Aha. Mana 3 ta qolipimiz. Latok, tumba, bir paqir pena, kompressor, mikser, pulsator, shlankalargacha bor. Bu pena generatorni qo'yilmoqda. Hammasi komplektida akalar tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi mana. O'rnatsa bo'ldi. Ha, mana. Bu komplektimiz $800 aka. O'zbekiston bo'yicha dastavka bepul. Farqi nima aka, $800? Farqi profillari ozgina nima qilinmagan, tagiga shanel qo'yilmagan. Aha. Birinchi chiqqan vipskamiz bu. Bu birinchi chiqqan. Birinchi variantimiz mana. Bunda ham shunaqa pena generator, 3 ta qolip, rastvor bachok, latok, tumba, bir paqir pena, kompressor, mikser. Hamma yo'g'i bor bunda ham. Birosa bunda farqi mana qoliplarimiz mana har bitta plastikasiga profil qo'yilgan, taglariga podnom qilingan, oshiq-moshiq ikki tomonga ochiladi. Yangicha variant qilganmiz. Bu akalar endi komfortroq tomoni, do'stlar ko'rayotganingdek, necha kun o'rganib olsa bo'ladi aka? 1 soat o'rgatib qo'yamiz. 1 soatda? 1 soatda olib borib, o'rnatib, bu ishlarni o'rgatib beramiz. Uylargacha. Tajriba hammasini o'rgatasizmi siz? Hammasini sirtdan tashida g'ush chiqarib ko'rsatib beramiz. Xo'p, akalar, dastavkalar O'zbekiston bo'yicha qo'shni davlatlarga ham yetkazib beramiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hammasiga yetkazib beramiz. Yetkazib berganmiz ham. Narx-navoz qanaqa bo'ladi dastavkani? Narx-navoz postgacha qilib beramiz dastavkani. Qaysi gransiya yaqin bo'lsa, shu gransiyasiga yetkazib beramiz. Tamojnigacha bepul aka? Bepul. Akalar tamojnigacha bepul yetkazib berishadi. Batafsil ma'lumot olish uchun akalar pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, ustaka bilan bemalol bog'lansanglar bo'laveradi.